100 yoshda ham yonimda aramay turing dedi. Aziz dursiz jonimda qaramay turing dedi. Yillar tezlab misli o'q, keksalik ko'rmasin do'q. Menga sizdan yaxshi yo'q, qaramay turing dedi. Mayli chinorlar sinsin, mayli daryolar tinsin, vaqtlarga alam qilsin, qaramay turing dedi. Turing dunyo durguncha, davra-davron surguncha, men yulduzni urguncha, qaramay turing dedi. Dadajonim, doim baxtimga salomat bo'ling. Sizdek dadam borligi mening eng katta baxtimdir. Siz bilan faxrlanaman. Umringiz uzoq, rizqingiz barakali bo'lsin deya ajoyib dil so'zlarni qoldirib o'tgan ekanlar. Rahmat. Minnatdorman. Ayni daqiqalarda sizni ham aytadigan dilnomalaringiz bo'lsa ushbu loyihamiz orqali yaqinlaringizga yetkazishingiz mumkin. Qanday dil izhorlaringiz bor? Yaqinlarimga sihat salomatlik tilayman. Umrlar uzoq bo'lsin. Inshaalloh. Sog'lom bo'lishsin. Sizlarga ham rahmat. Minnatdormiz. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat va ushbu qisqa vaqt ichida biroz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tara oldik degan umiddaman. Har bir kuningiz shunday shodiyona, quvonchli kunlardek o'tsin. Sokin tunda bezovta qilib, eng so'nggilar safidan bo'lib, so'zlarimiz guldasta bo'lib, deyman, shukronali kunlar muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Doimiy baxt saodat sizga hamroh bo'lsin. Omon bo'ling. Biroz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'tara olganimizdan xursandmiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Dunyodagi ezgu tilaklar sizga hamroh bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada.